yurganingizda 2-3 kun yaxshi yurasiz, undan keyin kuchsiz, quvvatsiz his qilasiz o'zingizni va dietani buzib qo'yasiz. Sababi sizda vitaminlar va minerallar yetishmovchiligi bor. Albatta bu sizda ozish jarayonini sekinlashtirishi yoki umuman vazn tashlolmasligingizga sabab bo'ladi. Vitamin D mushaklarning yaxshi ishlashi va yog'larni yoqish uchun juda ham zarur. Vitamin D yetishmovchiligi ozish jarayonini keyinlashtirib yuborishi mumkin. Vitamin B energiya ishlab chiqarish va metabolizmni tartibga solishda juda ham muhim. Uni yetishmasligi ham tanamizni energiya sarflash qobiliyatiga ta'sir qiladi. Temir qon hujayralarini kislorod bilan ta'minlaydi va energiya darajasini oshirib beradi. Temir yetishmasligi charchoq va kuchsizlikka olib keladi. Magniy yog'larni parchalanishiga, nerv tizimini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Magniy yetishmovchiligi yog'larni to'g'ri yoqilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Vitamin C esa immunitetni mustahkamlash va metabolizmni yaxshilash uchun yordam beradi. Vitamin C yetishmasligi organizmni zaiflashtirib ham qo'yadi.